Hammaga salom. Har doimgidek Samandar Kaganskiy. Bilganlar taniganlar bilan, bilmaganlar farqi yo'q, bizga qizig'i yo'q. Mana kecha fevralda arenada, oktagonda gol urishdi-yu, gol yutish kerak edi. Yutishiga ishonardim, bilardim buni. Yosh bo'lsa ham kuch-quvvat, energiya bor, texnika bor, hammasi joyida. Sochib tashlash mumkin edi. Prosta pul o'ynalgani hisobiga, g'irromlik qilishgani hisobiga golni hamkorlari, padishka beradigan bratanlari bildi bu narsani. Gol tashlab qo'ymadi. Ba'zi birlar tashlab ketish qoqli, qolgani joyida emas padishka qildi. Xullas g'irromlik bo'ldi. Bo'lmasa gol yutish kerak edi. Kelishilgan narsa buzildi. Shunga o'xshash narsa bo'ldi. Hech nechi bor. Lekin men haligi nima desamlar, erkak bularni ham Kamil Karatini ham gol spokon yutadi, uradi, bosadi. Ishonaman bu narsaga, bilaman. Tayson, Odilxon, Saturi normal urishadi. Bo'ladi ish qilib, lekin kulgili holatda janglarni ko'rib chiqdim. Hammasi kulgili holatlar, o'ziga yarasha urishgan. Odilxon butun rasvo qilgan, Kamil Karatin kimlardir urishgan paytda. Endi meni fikrim bu. Jangchilik sifatida fikrimni bildiryapman. Hamma o'zi biladi, o'zi uchun javob beradi. Nu iloji boricha oktagonga rasvo qilmanglar, chiqib xorozga o'xshab, laych itga o'xshab o'ynamanglar. Normal jang qilib, normal solishinglar. Bir minut vaqtlaringiz ketsa, bunda bir aylanishga, qarashga, o'rganishga, qolgan payt urishinglar, faqat solishinglar. 2-3 ta raund normal qiziq bo'lsin, biladi. G'alatida bir kulguli. 20 minut, yarim soat qilib yozilgan nimada oktagon janglari. 5 minut qiziq joy, 5 minut bo'ldi. Qolgan joy ketdi. 70-80% joyi xullas tomosha qilishga arzimaydi. 20-30% normal urishadigan. Xuddi shunday urishinglar. Xudo rahmatli Murod Xonto'rayevga o'xshab, onasini bitada urib, bitada yiqitib, kam gapirib, ko'proq uringlar onasini. Rossiyani Putinning axranasini yorib kelgan Murod Xonto'rayev. Xuddi shunday jangchi bo'linglar. Murod Xonto'rayev bo'lganda hammalaringizni 5 minutga laycha qilib shuni joylarga yotqizib qo'yib, damlarni berib chiqib ketardi. Bular bo'lmaydi men shogirdchalarimdan ham past ekan, bu darajasi degan bo'lardi. Sharmanda qilmanglar. Bunday O'zbekistonni oktagonga chiqib olib. O'zi oktagonni sami mayda niski boshlanishi uroving. Undan balandlarga chiqsangizlar, shu ko'rganda duh o'ynab, sira qochib yuborsangizlar kerak. Pul ham kerak emas, jang ham kerak emas deyman. Raso qilib unaqa qilmanglar, yarashmaydi o'zbek o'g'lonlariga. Bosish kerak, dalish bosish. O'lmaysan. Luboy ringga chiqsang o'lmaysan. Sinasan, qiyshaysan, boshqa bo'lasan, zato chiqasan, zato urushasan, qaytasan. Kalta kiyib qaytgan yaxshi. Chem haligi kalta kiymasdan sharmanda bo'lib bahona qilib qochgandan ko'ra. Kalta kiyib yo yutasan, yo kalta kiyib orqaga qaytasan. Zato yorug' yuz bilan qaytasan. Tushundingmi? Qiz bola bo'lmaysan. Erkakday bo'lasan. Xuddi shunday bo'lish kerak. Erkak degani. Bosish kerak dalshi. Buxoro kogonigilarga salom. O'zbekiston o'g'lonlari parod qilmanglar. Dars bo'lsin bu o'tgan Taysonniki ham